yuraman-ku, ertalab yuraman, poxodga qilaman-ku, ertalab yurganda aytaman-da, mana haqiqatan mana aytayapsizlar, prezidentimiz уже hamma mahallada yurishga sharoit qilib qo'yganda. Sizlarda qanaqa sharoit Ko'p bo'lgan? yerda zo'r sharoit. Nimalar qurilgan oilaingizda? Yurish uchun 5000 qadam, 10,000 qadam yurish uchun kanalimizni shundaygina yonidan shunday zo'r beshog'ot. Mashinalar yurmaydi, hech narsa yurmaydi. Hech narsa yurmaydi, mashinalar o'tmaydi. Faqat shu yurish uchun. Alohida. Yurish uchun-da. Shunday tongda bosarkan tongda hamma yuradi-da. Sizga o'xshab kim aytgan bo'lsa, doktorlarimiz, ayollar, erkaklar hammasi yuradi-da. Kechasi svet, yanida budkachalar, o'tiradigan skameykalar, hamma musor tashlaydigan nimalar, qutichalar. Qayerdasiz siz? Qayerda? Jizzax Mirzacho'l. Mirzacho'lda. Jizzaxda Mirzacho'lda o'sha qarang qilingan. Xuddi shahardan farqi yo'q. Rossiya. O'shada shuni aytaman-da, shu xalqimiz mana o'sha sharoit bor-da, sharoit bor, foydalanyapti. Hada, o'tirib ol bir xil endi foydalanyapti. Bir xil o'tirib olyapti. Shunaqa zo'r haqiqatan hozir bizda rivojlanish ketyapti. Prezidentimiz omon bo'lsin. Rahmat, zo'r foyda qilyapti. Pul ajratib. Aytmang. Tuproq edi, tuproqning ustida shunday zo'r. Tuproq edi? Mramorni kurishga qilgan. Shunday. Yo'q. Shunday zo'rda tagi. Mazza qilasizlar endi. Uni odam ana yurgisi kelmagan odam chiqib yuradi-da. Chiqib yuradi. Yurgisi kelmagan odam chiqib yuradi. Keyin men 50 yil davomida sut ichganman-da. Yoshligimizdan ota-onamiz o'sha sut ichaman-da. Men ichiga aqnon to'g'rardim-da. Endi bo'y berga kelgandan keyin so'rab ko'rim, vrachlardan sut mumkin emas dedi. Xolesteringa nimaga? Yog'li sut mumkin emas. O'sha ko'cha ichmay qo'ygan. Kecha jigarda nima bor deganga shu sut ichmay qo'yganimgamikin, nima ferment ko'payib ketdi ekan deb shuni ham savol qilibsiz. U dorini aytdim-ku, katta doza berilgan. Doridan faqat. U doridan. O'shani endi men yana sut ichsam bo'larmikin, bo'lmasmikin so'rayapman. Kunda bir ichib tursiz bo'ladi, ertalabga uni harakat qilib chiqarib yuborishingiz kerak. O'zimiz qishloqda sutini ichsangiz bo'ladi. Kunda bir, har kun emas. Faqat sutni, mana non haqida gapirib chiqdim-ku. Nonni yeyotgan narsangizga bog'liq. Nonni agar shira bilan botirib yeysangiz 2 barobar kasalligingizni ko'paytirasiz. Shira, non hammasi yo'q bo'ldi. Uning zo'r. Sutni ham shakarsiz, nonsiz yesangiz foyda. Shakar bilan yesangiz tishingizda karies ko'paytiradi, qurtadi tishingizni. Shakar qo'shib yesangiz. Chunki kalsiy va emal qavatini shakar bilan birga yemiradi. Sut tarkibidagi moddasi shunaqa. O'zini ichadigan bo'lsangiz, qoni foyda. Agar yoshi kattalarda bir xilda bo'ladi. Sut ichgandan keyin ichi ketib qoladi. Sutni tarkibidagi oqsilni parchalaydigan ferment yo'q bo'ladi. U gendan genga o'tib kelayotgan narsa bo'ladi. Agar sizda sutdan keyin qorningiz og'rimasa, ichingiz ketib qolmasa, bemalol o'zini ichsangiz bo'ladi. Non to'g'rab ichmoqchi bo'lsam, kepak non. Qora kepak, tosh tegirmondan chiqargan. Tosh tegirmondan olib kelinib, nan qilib kelishuncha shuncha. Mana shuncha yetadi. Siz aytasiz bir nima deb. Analiz zo'r chiqdi-da. O'shaning uchun analiz zo'r chiqqan. Ana endi bemalol mana doriz dozasini kamaytira olaman deyapman. Chunki aytganimni qilyapsiz-da siz. Mana yuring deyapman, yurgansiz. Suv iching deganman, suv ichgansiz. Shirinliklar, narsalar to'xtating deganman, to'xtatgansiz. Analiz sotadi. Bemor nima qildi, nima qilmadi, analiz ana ko'rsatkich sotadi. Pul ham sotadi. Hozir sizdan oldingi bemorchi nima dedi? Hamma dorilarni ichganman dedi. Faqat yurmabdilar, suv ichmabdilar, kitob o'qishimga to'g'ri kelmadi deyapti-da. Mana bu yoqdagi og'riq, qo'l uchimda og'riq qoldi deyapti. Lekin yutug'imchi nima bo'lardi? Yuragimni olib ketardi, tangda tursa. Uyut o'sha qoldi-da, ana shunga qo'llar uyusiz ketib qoldi-da. Fitnessdan keyin siz aytgan boyagi yema degandan keyin yengil tortib, ana shu uyushingiz yo'qoldi. Bularda ham hozir nima uyushish bor-da. Hozir mana qarang, siz o'sha isbotni bo'lyapsiz-da. Mana bizcha bunda hech narsani olib ko'rsatmaymiz. Hozir sizga xoltingizni ham ko'rsatyapman-ku. Bizda o'sha meditsina rivojlanibchi, bizda fakt bilan ketyapti. Hamma narsa bunda oynadek shaffofda ko'rinib turyapti. Bekitadigan narsamiz yo'q endi bizning. Bekitadigan narsa yo'q. Просто uni qancha ko'p o'qisa shuncha bilib, mana deb ko'rsatib bera olamiz-da. O'sha bemorga hamcha yuring desam yurmaganda. Qarang, nima bo'lgan? Dorilarni lekin vaqtida ichgan. Dorilarni vaqtida ichgani EKGda ko'rsatyapti. Qon aylanishi yaxshi bo'lgan. Chap qo'li og'rig'i qolgan bemorda. Lekin yurmagan, suv ichmagan-ku, qo'llarni uchida uyushishlari bor. Yurib suv ichganligimizni, fitnessni qilganimizni nimasiga ketishgan. Bu yoqqa ketadi. Mana bu narsa uyushishga ketadi. Milkiy motorika ham yurakni yaxshilaydi, ham bu uni ketkazadi.
mana bu qon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin sovuqliklar uyushishlar ketadi. U yurgan paytimizda yurakni baquvvat qiladi, chunki tabiiy. Suv nima uchun o'sha to'xtama desangiz o'sha 5000 qadam to'xtamang, to'xtamang. Xuddi shunaqa. Qilganingiz bittada bunga. Analiz ham ko'rsatyapti, tekshiruv ham ko'rsatyapti, o'zingizdagi shikoyatdan. O'zingizdagi shikoyatdan. Juda zo'r. Keyingi savolni beravering. Men sizga yozib ketib turaveraman. Yoki o'chiraymi, bo'ldi. Videoni